Bugungi videoda sizlar bilan Iblislar qotili animesidagi Michikatsu personaji haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My Anime News kanaldasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi qiziqarli videomizni boshladik. To'liq qismi Michikatsu Tsugikuni. Michikatsu Demon Slayer Iblislar qotili Kimetsu no Yaiba dunyosidagi eng kuchli va eng fojiali tarixga ega xarakterlardan biri. U keyinchalik Kokushibo nomi bilan tanilgan Upper Moon One, ya'ni eng yuqori darajadagi iblis bo'lgan Michikatsu Tsugikuni kim bo'lgan? Yorichi Tsugikunining egizak akasi. Tug'ilgandan boshlab Yorichi bilan solishtirilgan, lekin hech qachon ukasining iste'dodiga yeta olmagan. Avval samuray bo'lgan, so'ngra Demon Slayer korpusiga qo'shilgan. Iblislar qotili sifatida faoliyati hashira bo'lganmi? Ha, hashira bo'lgan, hashira darajasiga yetgan. U Moon Breathing asoschisi sifatida tanilgan, juda kuchli bo'lgan, ko'plab iblislarni o'ldirgan. Nafas uslubi Moon Breathing, ya'ni oy nafasi. Bu uslub Sun Breathingdan, quyosh nafasidan ilhomlanib yaratilgan. O'z uslubini yaratish orqali u yuqori darajadagi jangchi bo'lganini isbotlagan. Iblisga aylanishi. Kokushibo nega iblisga aylangan? U ukasi Yorichi kabi kuchli bo'lishni istagan. Qariyb 80 yoshga kirganda kuchi kamayishini ko'rib, Muzan Kibutsuji bilan kelishuvga kirgan va iblisga aylanish yo'lini tanlagan. Uning istagi abadiy yashash va doim kuchli bo'lish bo'lgan. Shaxsiyati g'ururli, rashkchi, mukammallik istagida kuyib yashagan. Ukasi Yorichining iste'dodini ko'rib, alami kelgan, lekin baribir hurmat qilgan. O'limidan oldin ham Yorichi haqidagi xotiralarni eslagan va bu xotiralar uni qiynagan. Kokushibo sifatida kuchlari, kuch darajasi Upper Moon One, Muzan Kibutsujining eng kuchli jangchisi, 400 yildan oshiq davomida iblis sifatida yashagan, minglab hashiralarni o'ldirgan. Qobiliyatlari Moon Breathing, oy nafasi, 16 ta formasi bor, 6 ta ko'zi, sezuvchanlik va bashorat qilish qobiliyati, super regeneratsiya, hatto katta tan jarohatlar darhol tuzaladi. Yapon qilichi bilan birga o'zgarishga uchragan qurol, tirik organizmga o'xshash, mushak va ko'zlardan iborat qilich, telekinez, tezlik, chidamlilik, hashiralarni ham bir necha zarbada yo'q qila olgan. Kokushiboning o'limi u Gyomei, Sanemi, Genya va Muchura bilan bo'lgan epik jangda yengilgan. Muchura o'z hayotini qurbon qilib, uni jiddiy yaralagan. O'limidan oldin o'zini inson sifatida eslab, ukasi Yorichi oldida iztirobga tushgan. Xullas, Michikatsu sobiq hashira va Upper Moon One iblisi, yoshi 400 dan oshgan, iblisga 80 yoshda aylangan. Videoni reklamadan so'ng davom ettiramiz. Sizlar YouTube kanal ochdinglar va videolar qo'yasizlar. Videolarga previewlarni ham o'zingizlar qilib, logo bannerlarni ham o'zingizlar qilgansizlar va videolaringlar ko'pmas, kam prosmotr oldi. Nima uchun? Birinchidan, sifatsiz preview odamlar sizlarning videolarini ko'rishdan oldin ustidagi rasmiga, tekstiga qarashadi va sizlarga hozir ikkita rasmni ko'rsataman. Ikkalasi ham bitta filmning videosi, lekin previewlar har xil. Va mana sizlar albatta o'ng tarafdagisini tanlaysizlar, ya'ni buni. Chunki bunda personajlar to'g'ri joylashgan va tekst to'g'ri yozilgan va preview zo'r chiqqan. Agar sizlarga ham sifatli va tez zakazlarni tayyorlab beradigan dizayner kerak bo'lsa, men sizlarga Muhammadillo dizaynerini tavsiya qilaman. Muhammadillo dizayner preview, logo, avatarka, banner, xullas dizaynerlik qiladigan hamma ishlarni qiladilar va muomala zo'r. Agar previewni o'zgartirish kerak bo'lsa ham, yo'q demasdan o'zgartirib beradilar. Men Muhammadilloning telegamlarini opisaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersanglar bo'ladi. Michikatsu haqidagi video sizga yoqgan, aniq yoqganidan keyin like bosib obuna bo'lish ham kerak. Chunki obuna qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda videolar tez-tez chiqadi. Anime yangiliklarni My Anime News kanalidan tez orada kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz, o'rtacha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Who dares turn his sword on me? Suddenly, his odd sentimentality disappeared. His intimidating aura made the air feel heavy. There was no opening in his stance. True, offensive perfection. His sword technique was nothing less than godly. Here I come. You were always the special one, even as an old man. Your speed and power persist, as if you were in your prime. The jealousy, the hatred,